أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم A'raf suresi 4. Nahayeti şefqatlik, tolumu mihriban Allah'ның ismi bilen başlayman. Şuayb aleyhisselamның qavmining Allah'a iman etishdan ve peygamberge ergişishdan başlatgan hakavur katta başları: Ey Şuayb, seni çokum sana iman etqanlar bilen qo'shib shahrimizdan haydab chiqaramiz. Yoki cho'qim bizning dinimizga qaytishinglar kerak dedi. Şuayb ularning so'zini rad qilib ularga: biz sizlarning dininglarning botil ekanligini bilgan va yoqtirmaydigan turib yanada uningga ergishimizmi dedi. Şuayb o'z qavmining ozg'unligini eskartib ularga: Allah bizni sizlarning botil dininglardan qutuldirgandan keyin yana biz uningga qaytsak albatta Allah nomidan yolg'onni to'qigan bo'lamiz. Rabbimiz Allah xohlamasa biz sizlarning dininglarga hargiz qaytmaymiz. Rabbimizning ilmi hammani o'z ichiga oladi. U bandalarga nimaning foydali ekanligini obdan biladi. Biz hidoyat va nusrat talab qilishda faqatla Allohga tayanamiz. Ey Rabbimiz, biz bilan qavmimiz o'ttirsida haq hukm chiqargin. Sen hukm chiqaruvchilarning eng yaxshisisan. Şuayb aleyhisselamның qavmining kufrda ching turgan katta boshlari kishilarni uningga ergishib ketishdan ogohlantirib, agar sizlar Şuaybga ergashsanglar, u chaqda sizlar cho'qim halok bo'lasizlar dedi. Ularga qattiq zilzila yuzlanish bilan ular uylarida halok bo'lib, murdalarga aylanib qoldi. Şuayb aleyhisselamni inkor qilganlar butunlay halok bo'lib, go'yo u diyorda yashamagandek bo'lib ketdi. Chunki ularning diyori vayron bo'lib, ularning hech bir izi qolmadi. Ular dünya ve ahirette qattiq ziyon tatdi. Şuayb ularga qattiq azob yuzlanadiganligini bilgandan keyin ulardan yuz o'rib: Ey qavmim, men sizlarga Rabbimning farmonlarini yetkazdim. Allohning diniga kirish va butlarga cho'qinishdan voz kechish to'g'riliq nasihat qildim. Ammo sizlar mening nasihatimga quloq solmadinglar. Menga itoat qilmadinglar. Men endi Allohning birligini inkor qilgan, uning payg'ambarini yolg'onga chiqargan bir qavmga qandoq qayg'uray dedi. Biz qandoqli shaharga qavmini Allohga ibodat qilishga da'vat qiladigan va butlarga cho'qinishdan to'sadigan bir payg'ambar avatgan bo'lsak va ular payg'ambarni inkor qilgan bo'lsa, biz u shaharning aholisini Allohni to'nisin, qilmishlariga pushaymon qilsin va haqiqatga qaytsin deb yo'qsullikqa va og'riq silohlarga giribtor qildik. Ondan ularning u nachar holatini yaxshi holatga o'zgartib berdik. Shuning bilan ular sog'likqa, farovonlikqa erishdi. Bu ularning Allohga shukr qilishi uchun berilgan muhlat edi. Ammo ularga bu muhlatning hech qanday foydasi bo'lmadi. Ular holatidan ibrat olmadi, qilmishlaridan yonmadi. Haddidan ishib, bu zamonning taqozzosidir. Ba'zida yaxshilik, ba'zida yomonlik bo'ladi. Bizning ota-buvlarimizga shundoq kulfatlik va ne'matli kunlar kelgan ekan dedi. Shuning bilan ular xotirjam turgan va o'ylab boqmagan paytida ularni ushtum-tut halok qildik. Payg'ambar avatilgan shaharlarning aholisi mazkur payg'ambarlarga iymon etib, ularga ergashgan va Alloh man'iy qilgan ishlarni qilishdan saqlangan bo'lsa edi, albatta Alloh ularga har tarafdan yaxshilikning eshiklarini ochgan bo'ladi. Lekin ular payg'ambarlarni inkor qildi. Shuning bilan Alloh ularni o'zlarining kofirligi va haqiqatga qarshi chiqqanligi tufaylidan qattiq jazoladi. Ashu shaharlarning aholisi kechasi uxlayotgan chog'larida Allohning azobi kelib halok qilib etishidan qo'rqmamdi. Yoki ashu shaharlarning aholisi Allohning azobining chashkoh vaqtida ular o'ynab turganda kelib halok qilib etishidan qo'rqmamdi. Yoki ashu shaharlarning inkorchi aholisi Allohning ularga qarshi chora ko'rishidan va tadrijiy jazolashidan qo'rqmamdi. Halok bo'g'uchi qavmdan boshqasi Allohning azobidan xotirjam bo'lmaydi. Ular qilmishlari tufaylidan halok qilingandan keyin zaminda ularga varislik qilganlar agar biz xohlasak ularni gunohlari sabablik burun qilani halok qilgandek halok qilib yetadiganligimizni bilmadim. Biz ularning dillarini pechatlab yetimizda ular vaz nasihatni anglamaydigan, diliga haq so'z kirmaydigan bo'lib qoladi. Biz bayon qilgan shaharlar Nuh, Hud, Solih, Lut va Şuayb qatorliq payg'ambarlarning shaharlari bo'lib, ey payg'ambar, kishilar ibrat olsin, kofirlar qilmishlaridan yonsin deb biz sana mazkur shaharlarning va shu shaharlarga avatilgan payg'ambarlarning qissalarini bayon qilib beryapmiz. Shak shubhisizki, ularning payg'ambarlari ularga o'zlarining haq payg'ambar ekanligini isbotlaydigan ochiq dalil pokitlarni ib kelgan edi.
Lekin ular ilgari haqiqatni inkor qilganligi uchun u payg'ambarlar ib kelgan dinni inkor qildi. Allah ashu kofirlarning dillarini haqni qabul qilishdan pechatlayotgandek, Muhammad alayhissalomni inkor qilgan kofirlarning dillarini shundoq pechatlab etdi. O'tgan ummatlarning ko'pinchilarida va'daga vafo qilish, omonatdorlik deganni ko'rmadik. Ularning to'lisining Allohning toatidan chiqqan fosiqlar ekanligini ko'rdik. Ondan mazkur payg'ambarlardan keyin İmron o'g'li Musoning ro'shan mo'jizalarimiz bilan Fir'avnga va uning qavmining cho'nglariga avatdi. Ammo ular haqsizlik qilib bu mo'jizalarni inkor qildi. Ey payg'ambar, kofirlarni Musoning ko'zi oldida qanday g'arq qilganligimizga ibrat ko'zi bilan qarag'in. Mana bu buzg'unchilarning oqibatidir. Musa Fir'avnga haqiqatni yetkazgan va munozirlashgan holda aytdi. Men rostilla barliq mavjudotning yaratuvchisi va ularning ishlarini boshqarib turuvchi bo'lgan Alloh tarafidan avatilgan payg'ambarman. Alloh nomidan faqat haqiqatni aytish haqqim bor. Shunga men buningga rioya qilaman. Men sizlarga aytadiganlarimning haqiqat ekanligini isbotlab, Rabbinglar tarafidan sizlarga o'p-ochiq mo'jiza olib keldim. Ey Fir'avn, shunga sen Isroil avlodini qulluqdan ozod qilib, men bilan billa Allohga ibodat qilish uchun ketgili qo'ygin. Fir'avn Musoga o'zingni olamlarning Rabbi bo'lgan Allohning elchisi degan da'voyingda rostchil bo'ladigan bo'lsang, rostgap qilayotganligingni va da'vatingning haq ekanligini isbotlash uchun biror mo'jiza olib kelgan bo'lsang, qani uni bizga ko'rsatgin dedi. Musa hossini tashlab edi, u hossi shu hamon katta bir ajdirhoga aylandi. Musa qo'lini qo'ynidan chiqarib maydasiga qo'yib edi, shu hamon uning qo'li sutdek oq bo'lib ko'rindi. Qo'lini maydasidan tortib edi, u burunqi holatiga qaytdi. Uning qo'lining bundoq ko'rinishi oq kasallik yoki boshqa sababdan emas, faqatli Fir'avnga ko'rsatish uchun mo'jiza sifatida shundoq ko'rindi. Fir'avn qavmining katta boshlari aytdi. Musa rostilla nihoyatda usta sehrgar ekan. U o'zining ustunligi bilan kishilarning ko'zlarini bog'lab oldi. Shuning bilan kishilar hossini ajdaho deb o'ylab qoldi. U sizlarning hammanglarni yurtinglardan haydab chiqarib etmoqchi. Fir'avn aytdi. Ey kattalar, Musoni qanday qilish to'g'riliq menga nima maslahat bersizlar? Fir'avnning Musa bilan ilib borgan munozirasiga hozir bo'lgan katta boshlar aytdi. Musa bilan uning qerindishi Harunni bir oz saqlatqin. Misrning barliq shaharlariga sehrgarlarni yig'ib keladigan saqchilarni avatgin. Ular barliq usta va mahoratli sehrgarlarni sening huzuringga olib kelsin. Sehrgarlar Fir'avnning qishig'i keldi. Ular, agar biz Musoni yengib chiqsak, bizga cho'qim mukofot va mol dunyo berilamdi dedi. Fir'avn, ha, agar Musoni yengib olsanglar, sizlarga mukofot beriladi. Hamda sizlar cho'qim mening yaqin kishilarim bo'lib qolasizlar dedi. Fir'avnning sehrgarlari Musoni ko'zga ilmag'anlikdan mutakabbirlik bilan, ey Musa, sen hosangni avval tashlamsan yoki tashlaydiganimizni biz avval tashlamdik dedi. Musa sehrgarlarga, sizlar tashlanglar dedi. Ular og'amcha va hos qatorliq narsalarni tashlab, kishilarning ko'zlarini bog'lab oldi. Hatto ularning ko'rsatgan sehrlari kishilarning ko'zida haqiqatda ko'rindi. Amaliyotda ularning ko'rsatgani bir xil san'atdan boshqa narsa emas edi. Ular kishilarni qattiq cho'chitibdi va cho'ng bir sehrni ko'rsatgan bo'ldi. Haqiqat bilan botil o'ttirsidagi jang boshlanayotgan mushundaq halqiliq paytda Alloh bandisi va elchisi Musa alayhissalomni qo'lidagi hossini yerga tashlashga buyurdi. Musa hossini tashlashi bilan u hossa ajdahoga aylanib, ular tashlagan va kishilarga haqiqatda ko'ringan narsalarni darhol yutib o'tdi. Shuning bilan Musa to'g'risidagi haqiqat maydoniga hozir bo'lgan kishilarga o'p-ochiq ayon bo'ldi. Uning Alloh tarafidan avatilgan haq payg'ambar ekanligi va haqiqatga da'vat qiladiganligi o'ttirg'a chiqdi. Ularning ko'rsatgan sehrlari barbod bo'ldi. Bu yerda sehrgarlarning hammasi mag'lub bo'ldi. Fir'avn va uning tarafdorlari xor va rasvo bo'lgan holda maydondan chiqib ketdi. Sehrgarlar Allohning katta qudratini o'z ko'zlari bilan ko'rgandan keyin ular olamlarning Rabbi bo'lgan Allohga sajda qilib, yuzini yerga qo'ydi. Ular dedi: Biz olamlarning Rabbiga, Musa va Harunning Rabbiga iymon etdikki, ibodat faqat shu Allohning o'ziga qilinadi. Fir'avn sehrgarlarga aytdi: Sizlarga men ruxsat bermagan tursam, Allohga iymon etdinglarmi? Sizlarning Allohga iymon etib, Musoni payg'ambar deb tonishinglar
Aslida shahardagi cheg'inglarda aholini shahardan haydab chiqarish uchun Musa bilan oldin planlagan yilanglar ekan. Ey sehrgarlar, beshinglarga keladigan azob oqibatlarni uzoqqa qolmay bilib qolasizlar. Ey sehrgarlar, men sizlarning qo'linglarni, putinglarni o'ng so'l qilib, ya'ni o'ng qo'linglar bilan so'l putinglarni yoki o'ng putinglar bilan so'l qo'linglarni cho'qim kesib jazolayman. Ondan kishilarga ibrat qilish uchun hammanglarni cho'qim darg'a osaman. Sehrgarlar Fir'avnga aytdi: Biz shuni bilib yetdikki, hammamiz Rabbimizning dargohiga qaytamiz. Allohning azobi sening azobingdan albatta qattiqdir. Oxiratning qattiq azobidan saqlanish uchun biz bugun sening azobingga bardoshlik beramiz. Haqiqatlarga iymon etganligimiz uchun ayblayotsan. Sen u haqiqatlarga o'xshash bir haqiqatni hargiz keltirolmaysan. Uni olamlarning Rabbi Allohdan boshqa hech kim keltirolmaydi. Ey Rabbimiz, bizga savrchanlik va chidamchanlik ato qilgin. Bizning jinimizni sana itoat qilgan payg'ambaringga ergashgan holatimizda og'in.